avvalambor xudo, bilasizmi, psoriazga davo bor deb aytganmiz. Ayni damda 3 oy oldin bir qozog'istonlik birodarimizga, ismingiz nima? G'ayrat. Guring bering qani? Biz sizga dori beruvdik. Mana dorini beruvdik. Men o'zim uyingizga borib choy ichgandim. Badaningiz to'lib ketgandi psoriaz. Betlaringizda ham bor-da? Bet, oyoq. Qozog'istonliklar tanisa biladi bu kishini. Biladi. Nima qildingiz ayting? Endi sizlar aytganini qildim, 3-4 marta vanna qildim. Vanna qildi. Ertalab ochganinga ichdim yarim piyola. 2 qoshiq devdinglar. Kechga ovqatdan oldin yana yarim piyola ichdim. Yarim piyola. Qanday edi psoriaz badaningizga? O'zingizda og'zingiz bilan ayting. Necha yil bormagan joyim qolmadi-yu. Hozir Xudoga shukr, avvalam Alloh qalaversa bular sababchi, meni tap-toza bo'ldim. Shuni aytishga ham uyalyapman. Men tanimagan odam yo'q. Az zo'yant qilishib, rasmi ana-mana deyishim, o'zi uncha-muncha odam ishonmaydi-yu, odam uyalasan hamda reklama qilishga yapni ochig'i. To'g'risida taniydi meni qayta turishim. Chimkent hamma taniydi bu kishini. Ismingiz nima qaytarib ayting? G'ayrat. G'ayrat aka. Badaningiz bosib ketgan, lishni o'zim guvohman. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz, birodarlar. Tap-toza murojaat qilinglar bo'ldi. Aka bepul usulni aytgan mana, ko'ring lapuxa, ya'ni qari qiz tomirini. Keyinchi, qahramon